Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mushukni haqida u sizlarni atrofingizda aylanib yuradigan hayvonlardan deb yaxshi gaplarni aytganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning sahobalaridan Abdurrahmon ibn Saxr nomli zot roziyallohu anhu mushuklarni yaxshi ko'rib, ko'pgina mushuklarni boqib yurganlari uchun Payg'ambar alayhissalatu vassalamning taraflaridan Abu Hurayra degan kunyani olganlar. Ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda. Mushuklarni ko'p boqib, o'shalarni yaxshi ko'rib yurganlari uchun shu kunya. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mushukni haqida u sizlarni atrofingizda aylanib yuradigan hayvonlardan deb yaxshi gaplarni aytganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning sahobalaridan Abdurrahmon ibn Saxr nomli zot roziyallohu anhu mushuklarni yaxshi ko'rib, ko'pgina mushuklarni boqib yurganlari uchun Payg'ambar alayhissalatu vassalamning taraflaridan Abu Hurayra degan kunyani olganlar. Ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda. Mushuklarni ko'p boqib, o'shalarni yaxshi ko'rib yurganlari uchun shu kunya